o'ng tomon teplый pol rejim. Oldingidek давление kerak bo'lmaydi. Anti-blokirovka funksiyasi bor. Nasos o'zini eng maksimalniy darajada kuchini pasaytirib, shuning uchun eng ko'p tarqalgan kod ошибкalarini qanaqa qilib tuzatishni maslahat berib o'taman. Salom hammaga. Mana instruksiyada rasm qilib ko'rsatib qo'yilgan. Nasosni o'rnatganda faqat shu holatda o'rnatsak bo'ladi. Keyin bu holatda o'rnatsak bo'ladi. Boshqacha holatda o'rnatish mumkin emas. Unda turishi mumkin emas hech qaysi nasosni, chunki tepasiga havo yig'adi, nasos qiziydi, buzilib qoladi. Pastga qarab o'rnatish mumkin emas. Havo yig'adi, buzilib qoladi. Mumkin emas bunaqa o'rnatish. Shuning uchun mana shunaqa o'rnatishimiz kerak. Keyin pastga qarab qolgan bo'lsa, bunaqa holatda ham mumkin emas. Shuning uchun mana bu mana bu yerda 4 ta bolti bor, yechib, kallasini to'g'rilab qo'ysak bo'ladi. Instruksiyasida ham ko'rsatib qo'ygan, chizib qo'yilgan. Bu holatda garantiya yechilmaydi zavoddan. Nasosni yechding deb garantiya yechiladi deb o'ylaydi, ko'pchilik tegmaydi. Tegsa bo'ladi. Bunaqa o'rnatib qo'ymanglar, buzilib qoladi. Bu Yonos Pico chistotniy nasos, chistotniy preobrazovatel'i bor. Mana hozir ishlatib qo'ydik, mana ikkitasini chap tomonga mana radiator rasmi chizilgan. Chap tomonga qo'yilsa radiator rejim. Radiator rejimga ishlaganda Yonos Pico nasos qanaqa ishlaydi? Bu masalan 10 ta radiator bo'lsa, 10 ta radiator ichidan 5 tachasi yopilsa, suvi sarfi kamaysa, demak, oldingidek давление kerak bo'lmaydi, давлениeni ham kamaytiradi. O'ng tomon teplый pol rejim. Teplый pol rejimga ishlaganda qanaqa ishlaydi? Masalan, teplый pol kollektori qo'yilgan bo'lsa, klapanlar qo'yilgan bo'lsa, masalan, 2-3 ta klapanlar yopiladigan bo'lsa, oldingidek давление kerak bo'lmaydi. Lekin suv o'sha sarf kerak bo'laveradi, faqat давлениeni pasaytiradi. Suv sarfini pasaytirmaydi teplый pol rejimida. Mana hozir buni radiator rejimiga qo'yib qo'yganman, eng katta skorostiga qo'yib qo'yganman, 40 vatt tok ishlatyapti. Sal kamroq skorostga o'tkazmoqchi bo'lsak, mana radiator rejimida sekin bitta shakda 1.9, 1.8, 2.3, 2.3, 2.4 qilib bitta shakda to'g'rilasa bo'ladi. Undan tashqari bu anti-blokirovka funksiyasi bor. Yonos Pico nasosida anti-blokirovka funksiyasi shunaqa funksiyaki, nasos oldiga, orqaga aylanib ichidagi havolarni chiqarib yuboradi, blokirovkani yechadi. Mana hozir ikkalovini ham anti-blokirovka funksiyasiga qo'yib qo'ydim. Endi chistotniy nasos bo'lgani uchun buni eng zo'r, eng qiziq funksiyalardan bittasi, misol uchun mana radiator rejimida ishlab turuvdi. 6 metr qarshiligida ishlab turuvdi, lekin radiatorlarni ko'pi yopilib ketdi. Yoki tasavvur qilaylik, bilmasdan mana shu kranni yopib qo'ydik. Nasos shunaqa payt nima bo'ladi? Nasos odatda ishlab buzilib qoladi. Chunki joyiga nisbatan yoki katta, yoki joyiga nisbatan vashshe hech qanaqa aylanish bo'lmayapti, sirkulyatsiya bo'lmayapti, lekin nasos ishlab yotibdi. Ana shunaqa payt buzilib qoladi. Chistotniy nasos bo'lsa, mana 40 tok kelib turuvdi, vatt, 20 vatt, 18 vatt, 16 vatt. Nasos o'zini eng maksimalniy darajada kuchini pasaytirib, shuni sirkulyatsiya qilmayapti. Mana shuni hisobiga nasos buzilmaydi. Mana 16 vatt. Arzimagan tokka o'tdi уже. Xo'p, endi yana ochildi, yana ishga tushib ketdi, yana zo'r aylanishni boshladi. Mana bu havo chiqaradiganga boya qo'yib qo'ydim, qolib ketgan ekan, ishlab turibdi. Endi eng ko'p so'raladigan narsa mendan kod ошибкасini ham ko'rsatadi ekranida. Mana shunaqa ошибка bo'lyapti, nimadan bo'ladi shu deb juda ham ko'p mendan so'rashadi. Shuning uchun eng ko'p tarqalgan kod ошибкalarini qanaqa qilib tuzatishni maslahat berib o'taman. Tak, E07 ошибка chiqib qoladi. E07 ошибка chiqib qolsa, bu holatda nasosga sim noto'g'ri ulangan yoki tok kelmayotgandan bo'ladi. Tok kelmayapti, sim noto'g'ri ulangan, lekin boshqa nasoslar hisobiga sirkulyatsiya bo'lib turgan bo'lsa, ekranda ozgina displey yonib turadi. Mana hozir bunga sim ulanmagan, ozgina sirkulyatsiyaning hisobiga displey yonib turibdi. Keyin E11 ошибка chiqib qoladi. E11 ошибка ikkita narsada bo'ladi. Sistemada nasosda havo borligidan yoki sistemada suv yo'qligidan, suxoy xod bo'ladi, quruq aylanib qolgandan bo'ladi. Qachon agar suxoy xod berib qolsa, suv davleniyasini tekshiramiz. Suv davleniyasi agar bo'lsa, demak havo bo'ladi. Havoni ошибкасini ketkazish uchun nasosni tokdan olsak,
ozgina turib havo tepaga haydalishni boshlaydi. Keyin yana qaytarib tokka ulab havo chiqaradigan funksiyasiga qo'yamiz. Havo chiqaradigan funksiyasida mana nasos o'zini hozir bu tomonga aylantiryapti. Mana bu tomonga aylantiryapti. Bir turib bu tomonga aylantiradi. Ichidan havolarni chiqarib tashlaydi. E11 funksiyasida shu havo bor yoki suv yo'q degan anaqasi xatosi. Xo'p, keyin E04 chiqar ekan. E04 ham chiqadi. E04 da tok juda ham pasayib ketganda, tok 190 dan pasayganda chistotli nasoslar уже yaxshi ishlamaydi. Shuni hisobiga E04 ошибка chiqadi. Kotelni qilganda stabilizatorga, kotel stabilizatorga bularni ulab ketishni maslahat beraman. O'zi 40 vatt tok edi. 2-3 tasini ulasak ham 120, 150 vatt undan katta bir yo'qotish bo'lmaydi. Zato ertaga ошибка bermaydi tok kam deb. Keyin E05 ошибка chiqadi. E05 ошибка tok juda ham ko'payib ketgandan chiqadi. Juda ham ko'payib ketsa ham bo'lmaydi. Mana o'shanda ошибка bo'ladi. Stabilizator ulab ketgan bo'lsa ошибка bo'lmaydi. E23 chiqar ekan. E23 da korotkий zamykание. Uje ichidan nimadir muammo degani, bu uje servisga murojaat qilish kerak. Servis mutaxassislari ko'rib beradi. Hop, E21 bor ekan. Atrof muhit juda ham isib ketsa chiqar ekan. Masalan, qanaqadir kotelni kichkina joylarga qo'yilganda, uning ichida kotel bo'lganda boshqa narsalar bo'lib, o'sha joyi o'zi juda ham qizib ketsa, E21 ошибка chiqishi mumkin ekan. O'shanda bu juda ham qiynalib aylanayotgan bo'ladi. Keyin suv nakib bosganda nasos ichi o'shandan ham bo'lar ekan. Shunaqa. Yana agar ma'lumotlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Nasoslar kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Nasoslarimiz bor, ko'p. Hali bu katta stendimiz ham bor. Katta Stratos Maxo nasosini oddiy Topes nasosiga nisbatan qanchalik energiya effektivligini, qanchalik funksiyalari ko'pligini, qanchalik diagnostika qilish osonligini ko'rsatish uchun bu stendni ishlatib ko'rsatamiz hali yaqinda. Xudo xolasa. Mana bunaqa kichkina bizada Villoni nasoslari bor. Yonos Pico modellari, Stratos Pico modellari bor, issiq suv nasoslari bor bizada. Keyin bu Star RS eskidan uje ancha anaqadan qolgan bu nasoslar ham bor. Bundan tashqari suv ta'minotiga Kalpeda nasoslarimiz bor. Kalpeda nasoslari Italiyada ishlab chiqariladi. Sifatini zo'rligi bilan bizani xalqimizga rosa yoqqan. Kalpeda nasoslari mingtachasi bizni domlada suv ta'minotida juda ham ko'p joylarda turadi, bu ko'p qavatli domlada.